أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين وبعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بعبادك الصالحين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وفهمنا معاني التنزيل يا رب العالمين. Endi bizning bugun kelgan darsimiz bo'lsa Al-Imamul Mufassir Al-Muhaqqiq Al-Allama Jaloliddin As-Suyuti rahimahulloh yozgan o'zining Tafsir Jalolayn nomli kitobidan Allah Azza ve Celle'nin Bakara suresining 142. ayeti, ya'ni Seyaqulu sufaha'u minen nas degan ikkinchi para hisobida bilan Qur'oni Karimning ikkinchi parasi, Arabchada juzu deydi. Qur'oni Karim 30 paradan tarkib topgan. Buni tabiiyki bu para deganni keyingi mutaaxir ulamolar masalan o'tirib qo'ygan. Nima Hajjaj ibn Yusufdek masalan keyingilar. Payg'ambarimiz zamonasida 30 para deb bunday para degan so'z ishlatilmagan. Hatta Qur'oni Karimdagi chikitlarim yo'q edi. Harflardagi. Mesela sin bilan shinning chikiti masalan. O'xshash chikitsiz holatda yoziladi. Bu chikitni masalan Abul Aswad ad-Duali degan Ali radhiyallohu anhu'ning taliblaridan biri ijod qilib, kim musulmonlar masalan kengayib ajnabiy bo'lgan, arab bo'lmagan millatlardan nurg'ulg'an millatlar islom diniga kelganlik uchun Romning fatihisi bilan masalan Qur'oni Karimni joyida o'qimaydigan holatlar kelib chiqadigandan keyin shuni bilan tabiiylar shuni qarab yuzlangan ijtihod qilib. Mana shu davrlarda shu Qur'oni Karimni juz'larga bo'lash, hizblarga bo'lash ishlari shu davrda paydo bo'lgan. Bo'lmasa payg'ambarimiz zamonasida 30-para, 2-para, 3-para degan gap yo'q edi. Hammasi yana Qur'oni Karimni oson yodlash, oson lozim bo'lgan hukmlarni yangi oson tepish, qulaylashtirish uchun qilingan hammasi mustahab amallar edi. Xo'sh, endi ya'ni bu jumu yaxshi bid'atlarning qatoridan. Yaxshi bid'atlarning qatoridan xuddi Umar roziyallohu anhu tarovih namozini bütün qorilarni, bütün jamoatlarni Ubay Ka'b qorining keyiniga to'plab bak yaxshi bid'at bo'ldi deb 20 rakat o'qiydigan yig'ib bak yaxshi bid'at bo'ldi degandek. Qur'oni Karimni 30 parliq bilib ratlab tartiblarni bo'ldi. Hizblar bilan buni aytdi. Yaxshi bid'atlarning qatoridan. Chunki bid'at degan yaxshi bid'at, yomon bid'at deb ikkiga bo'linadi. Yaxshi bid'at degan uning ajri beriladi. Uning amal qilganlarning amalimi shuni o'tirib qo'ygan kishiga ajr mukofoti kelib turadi. Yomon bid'atga bo'lsa bu ozg'unlikdan do'zaxda bo'ladi. Oxiri do'zaxga kirib tashlanadi. Yaxshi bid'atlar yomon bid'atning farqi nima desa, yaxshi bid'at deganning tegi Qur'oni Karimga xilof kelmaydi. Bir ish masalan tarovih namozini o'qish, tarovih namozini 20 rakat o'qish. Hamma jamoatlar birlab 30 kun imomning keyinida o'qish degan ish bu shaklda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qilmagan. Mush shaklni o'zida payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qilmagan ish. Ammo payg'ambar sollallohu tarovih namoz o'qiganmi? O'qigan. Qancha rakat o'qigan payg'ambar sollallohu 8 rakat o'qigan, ya'ni 20 rakat o'qigan, ya'ni bir kecha namoz o'qigan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam komil 36 rakat, ya'ni necha xil holatda rivoyatga kelgan payg'ambar necha xil holatda o'qigan. Ya'ni har xil holatda o'qigan payg'ambar sollallohu ish qilib, payg'ambar sollallohu bir kecha komil qiyom qilgan oxirgi kunlarda masalan. Demak, shu talablarni hammani ko'z tutib payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qimmat ekan ish qilib qilgan.
Endi bunu da Ömer radhiyallohu anhu tertip selip, emsi bunda kılaylı. De Peygamber sallallahu için şunda halatda kılmagan dese Peygamber sallallahu aynı halatda mukum kılsa fariz bulap kılışını kokkan edi. Peygamber sallallahu yüzü uçtu degan edi. Eğer ben sizga to'liq o'qib beray desam, fariz bulap kılışını kokuman degan edi. Ömer radhiyallohu anhu anda tertip selip koysa fariz bulap kalmayotganligini Ömer radhiyallohu anhu biletdi. Peygamber aleyhisselamdan bile hech kim fariz degan hukmni o'tirg'a qo'yolmaydi. Xo'sh. Endi yani Kur'an-ı Kerim'in bir onu bolsa, hadisinin onu bolsa, Kur'an'a, hadisga qarşı qarşı kelmese, dinning hukmini o'zgartib atmasa, bu nima? Balki shu dindagi bo'lgan asosiy maqsadga yetish uchun vosita bo'lsa, hammasi yaxshi bid'atning qatoriga kelaveradi. Masalan, masjidlardagi yangiratqushlar masalan, degandek ish qilib shu, ya'ni dinning aqidasiga qarshi kelmasa, aqidaga, dinning zaruriyat masalasiga qarshi kelmasa va qanday bir hadisga qarshi kelmasa, ya'ni hukm jihatdan, aqida jihatdan balki qarshi kelish emas, balki shuningga yetishga vosita, vasila bo'lsa, bu hammasi yaxshi bid'atlarning qatoriga keladi. Anladın? Endi xo'sh, mishadiki biz endi ikkinchi paraga keldik. Endi sayaqulu sufaha'u minan nas. Xo'sh. Allah azza ve celle bu ayet kerimede deydi ki: "Euzu billahi mineşşeytanirracim. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم." Allah Azze ve Celle bu ayet kerimede dedi ki, yakında insanlardan boğan nadalla mundaq deydi. Ulanın ilgili boğan kıblesinden nemi yüz öğretti? Ulağa cevaben den ki, meşrik, gün çıkış ve gün petiş Allah'ındır. Allah'ın mülküdür. Meşrik, mağrib Allah'ın mülküdür. Yehdi men yeşâ'u ila sırat-ı müstakim. Gün çıkış, gün petiş. Yani hem taraf Allah'ın boğalık için Allah halığan kişini doğru yolu başlaydı. Hoş, hem de biz adı bilen bu ayet keliminin sebebini okup öteydi. Abdur özünün Lubabun Nukul fi Esbabin Nuzul diyen kitabında Allah Teala'nın 142. ayeti ki Seyekulu suffaha min nas diyen bunu ayetindeki sebebi hakkında mundaqdaydı. İbn İshak mundaq diyen Bana İsmail ibn Abi Halid Abi İshak'tan Barat'ın rivayet kılıp hadis sözlep bergen. Barat mundaq diyen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Beytül Mukaddes'e qarab namaz okuyatdı. Ve asmanga tulu qaraytdı. Allah Teala'nın emri fermanıga intizar bulatdı. Yani Kabe'ge qarab namaz okuşuğu bolgan emri fermanıga intizar bulatdı. Feenzelallah, Allah Teala qad nara taqalluba vejhike fis-sema diye ayetini قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام diye ayet nazil kıldı. فقال رجل من المسلمين Müslümanlardan bir adam dedi ki biz lev alimna bizden ilgili kıblege yani Kabe'ye qarab namaz kıble Kabe'ye ötkürüştüm burun biz Kabe'ye Beytül Mukaddes'e qarab namaz Allah'ın halini bir bilgen bolsak
Ve keyfe bi salatina kabla bundan burun Beytül Mukaddes tarafga qarab o'qigan namozimiz qanday bo'lgandi? Bizning Beytül Mukaddes qarab namoz o'qib turib o'ylab ketgan ahvol qanday bo'lgandi? degan vaqtida sayaqulu sufaha minan nas degan oyat nozil bo'lib, o'sha oyat nomini "Ma kanallohu liyudi'a imanakum." Allah Taala sizlarning iymoninglarni, ya'ni Kabe'ga qarab, Beytül Muqaddesga qarab o'qigan namozinglarni bekor qilib o'tmaydi degan oyat nozil bo'ldi. Va insonlardan bo'lgan kishilarning ichidan nadonlari ma vallahum an qiblatihim allati kanu alayha. Va ular nimishqam Beytül Muqaddesdan yuz o'riydi ekan, Kabe'ga qarab namoz o'qiydi ekan, Beytül Muqaddesdan yuz o'rib degan gapni tepdi. Alloh Taala Seyaqulu sufaha'u minen nas degan oyatni oxirigacha nozil qildi. Endi mushu hadisniki shunga o'xshaydigan bir qancha yo'llar bor, bir qancha sanatlarni kelgan. Sahih Buxoriy, Sahih Muslim rivoyat qilgan hadisda Bara radhiyallohu anhu rivoyat qilib kelganki, mata alal qiblati qabla an tuhawwal. Qibla Beytül Muqaddesning Kabe'ga o'tkazishdan burun rijalin degan bir qancha odamlar o'lib ketdi. Va qutul ba'zilar jonda o'ldirildi. Falam nadri ma naqulu fihim. Ular haqida nima deyishni bilmay qoldik. Alloh taolo va ma kanallohu liyudi'a imanakum. Alloh taolo sizlarning iymoninglarni zayi qilib o'tmaydi, ya'ni Beytül Muqaddesga qarab o'qigan namozlarni zayi qilib o'tmaydi degan oyat nozil bo'ldi. Ibn Jarir at-Tabari rahimahulloh Seddi'nin yo'lidan chiqarganki, bizniki sanatlar bilan bundoq dedi. Payg'ambar alayhisalom qibla tarafga yo'tkalgan vaqtda o'z namozidan keyin Beytül Muqaddesga qarab namoz o'qigandan keyin Makkadan bo'lgan mushuklar dediki, Muhammad o'zining dinida hayronlik qilibdi. Nima qilishni bilolmay tangirqab, gangirab qolibdi. Buguni bir ishni qildi ekan, ertasi o'shni tashlab bir ishni qildi ekan deb bu gapni topdi Makka mushriklar. Fatavajjaha bi qiblatihi ilaykum. U qiblasini siltab o'tkapti yana. Va buni qilib o'tkishiga sabab sizlarning ulardan bekrak, ya'ni Muhammaddan bekrak to'g'ri yo'lda ekanligingizniki alomati ekan mana shu deb shu gapni qilishdi. Pat artaqa Muhammad sizlarning diningizga kirib qolishi mumkin. Dedi Alloh taolo li alla yakuna lin-nasi alaykum hujja degan oyatni oxirigacha nozil qildi. Xo'sh, mana bu oyatniki bugungi darsdagi oyatlarniki bir qurilish sabablari shu. Endi bu oyatga tafsir kelsak, musannif rahimahulloh deydiki, sayaqulu sufaha'u, ya'ni degan sufaha degan juhalu degan bo'ldi. Juhal. Asli sufaha degan nimadan chiqqan? Asli safihdan chiqqan. Safih. Safah. Safihning ko'p shakli. Sufaha degan safihun sufaha. Fa'ilun fu'ala degan mazmun. Faqihun fuqaha degandek. Safihun sufaha. Safih degan nima desa? Safih degan dod, galvon, hamoqat, nodon degan bo'ldi. Ya'ni nimaning davomliq o'ziga ziyon yetkazadigan ishni qiladigan, foyda yetkazadigan ishdan yiroq turadigan odam nima deydi? Safih deydi arab. Buni biz nodon deb qo'yamiz, nodon. Anda palpatish emas, palpatish qilishmaydigan, talatuzda og'izga joylab yurgan bunda palpatish dodlar emas. Balki qalbisini ishlatmaydigan, haqni ko'rmaydigan, sana oxiratda do'zax bor desa, osh do'zaxning amallarini qiladigan. Oxirat rahat farog'at bor desa, rahat farog'atlik amallarni qochadigan bunday nodonlar demakchi. Uni o'zini qattiq bilaman chaqlaydi ular. Okay. Juhal degan bilimsizlar deb men aytdim. Musannif dedim. Juhal degan jahillar degan, ya'ni bilimsizlar demekchi. Minan nas, insonlardan, ya'ni insonlardan degani chunki safi sufaha degan gap hayvonotlarga ishlatiladi. Hayvonotlarning aqli yo'q.
aqlsizlar deb degan gap hayvonotlarga ishlatiladi. Bu umumiy gap sufaha degan. Bu yerdagi minan nas degan qayd ihtiraziy. Qayd ba'zida qayd ittifoqiy bo'ladi, ba'zida qayd ihtiraziy bo'ladi. Qayd ihtiraziy bo'lganda bu qayd chuqum bir narsani chiqarib olish uchun kelgan qayd bo'ladi. Qayd ittifoqiy bo'lganda uni ta'kidlash uchun kelgan bo'ladi. Endi insonlardan bo'lgan degani ya'ni hayvonlardan emas demakchi. Hayvonlardan emas, insonlardan bo'lgan aqlsizlar. Asli aqlsiz degan hayvondan bo'ladi, insondan bo'ladi, lekin bu yerdagi xosroq aqlsiz, ya'ni insondan bo'lgan aqlsizlar bundaq deydi. Yani bu insondan bo'lgan aqlsizlar kimlar bu yerdagi alif lam bilan kelgandan alif lam ahad uchun kelgan. Yani ma'lum aqlsizlar hamma insonlar emas. Va ma'lum aqlsizlar. Bu aqlsizlar bo'lsa, yani Yahud va mushriklar Payg'ambar alayhisolamga qiblaniki yo'tkalganligi haqida, o'zgarganligi haqida e'tiroz bildirgan, har xil shikoyatlari bo'lgan Yahud va mushriklardan iborat nima? Nadallah. Bunda patyaqini mundaq deydi. Nima deydi? Ma vallahum. Ularni nima yuz o'rətdi? Yani ayyu şeyin sarafan nabiyya sallallahu aleyhi ve sellem mu'minin an qiblatihim allati kanu alayha. Ala istiqbaliha fi salati ve hiye Beytul Makdis. Yani Peygamber aleyhisselamni ve mu'minlarni ayyu şey degan qaysi bir narsa ularniki ilgili bo'lgan qiblasidan yüz o'rətdi. Yani ala istiqbaliha fi salati ve hiye Beytul Makdis. Yani ilgili qarab namoz o'qigan qiblasi bo'lsa Beytul Muqaddas. Yani Beytul Muqaddasga qarab namoz o'qigan qiblasidan ularni nima yuz o'rətdi? Yani nima sababdan yuz o'rdi ular? Deb shu gaplarni deyishadi. Bu yerda sayaqulu deb sinning sayaqulu de yaqulu sufaha deb kami sayaqulu deb sin bilan keltirish. Bu sin degan nimaga dalolat qiladi? Alal istiqbal yani keladigan zamonga, kelgusiga dalolat qiladigan, kelgusini ko'rsatadigan sin harf bilan keltirish nimani bildiradi desa, minal ixbari bil g'ayb. Yani g'aybdan xabar berishni ko'rsatadi. Yani demigan bu oyat nazil bo'lganda ular undaq demagan edi. Bu oyat nazil bo'lganda tig'i mushriklardan Yahudiydan bo'lgan safihlar, hammaqatlar u deydigan bu gapni demagan edi oyat nazil bo'lgan vaqtida. Lekin Alloh taolo o'ziniki ilmi azali islamini biladi deydiganligini. Shu sababdan pat arda shundaq deydi demakchi. Qul lillahil mashriq vel mag'rib. Agar ular shu sizga qachon ayda degan vaqtida ular shunda degan vaqtida ularga denki mashriq mag'rib Allohningdir. Ya'ni el cihatu kulluha. Taraflarning hammasi Allohningdir. Mashriq mag'rib Allohning desa janub bilan shimol Allohning mashriq va degan gap emas, balki kun chiqishdan kun batish Allohning degan gap, ya'ni bütün taraflar, bütün yani hammasi Allohniki. Yani anda degan gap siz qanday qarab namoz o'qisanglar Alloh taoloning buyrug'i bilan bo'lsa, o'xshash. Alloh taologa nisbatan hech bir nimasi yo'q, farq yo'q. Hammadan muhimi Allohning buyrug'i bo'shalish. Nima deyapti? El cihat kulluha, taraflarning hammasi Allohning fayamuru bit tavajjuhi ila ayyi jihatin sha. Alloh taolo o'zi qaysi taraf qolsa, xohlagan tarafga yuzlanishga buyuradi. La i'tirada alayhi. Alloh taologa e'tiroz bildirishga, qarshilik bildirishga hech kimning haddi emas. Hamma taraf Allohning bo'lganligi uchun. Yahdi man yasha ay hidayatahu. Yani xohlagan kishiga, yani nimani xohlagan kishiga hidoyat berishni, xohlagan kishiga hidoyat beradi. Alloh taolo hidoyat berishni xohlagan kishiga hidoyat beradi. O'zi hidoyat berishni xohlagan kishiga hidoyat beradi. Alloh taolo o'zi hidoyat berishni xohlagan kishini to'g'ri yo'lga boshlaydi. Ila sirat-ı mustaqim, to'g'ri yo'lga boshlaydi. Ya'ni dinal islom diniga boshlaydi. Ay va minhum antum. Alloh taolo to'g'ri yo'lga boshlashni to'g'ri yo'lga boshlab hidoyat berishni xohlagan kishilarning qatoridan sizlar.
Selamu yani ümmeti Muhammed. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti. Selamu Allah Teala sizlarni to'g'ri yo'lga boshlashni xohlagan kishilarning qatoridandir sizlar. Shu sababdan sizlarga qiblanglarni Ka'baga to'g'rilab qo'ydi. Dalla ala hada shu sizlarni biz to'g'ri yo'lga boshlaganlarning qatoridan degan gapga Alloh taolaniki tuvandagi buni qavli dalolat qildi deydi. Xo'sh. Allah azza ve celle bu ayet kerimede deydi ki وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ. Allah azze ve celle bu ayet kerimede deydi ki وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ ve şunundek yani xuddi biz xalqan kişilerini to'g'ri yo'lga boshlaganimizdek sizlarni biz ummatan vasat sizlarni yani hidayat qildik, sizlarga hidayat berdik ve sizlarni ummatan vasatdan qildik. Sizlarni kishilarga guvohchi bo'lishinglar uchun ummatan vasata degan intayin yaxshi va adil ummat qildik. O'ttirhol ummat qildik degan gap ya'ni intayin yaxshi va adil ummat qildik. Va yakuna ar-rasulu alaykum shahida degan sizlarniki kishilarga guvohlik berishinglar uchun va payg'ambarning sizlarga guvohchi bo'lishi uchun sizlarni intayin yaxshi adil ummat qildik. وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ. Biz hazır sizge biz peygamberge ergeçmey arkasıga yenivağallardan peygamberge ergeçkenlerini ilmi zuhurda ayırıp bilişimiz için siz hazır turvatkan kıbleni hazır turvatkan sizge hazır turvatkan kıblinizden hazır turvatkan yani Kabe qarab okuvatkan kıblinizni Beytül Mukaddes'ten çörüp verdik. Nima uchun çörüp verdik? Faqatlam biz payg'ambarga kim ergishidi, kim keyinga murtad bo'ladi deganni bilishimiz uchunlam. Yani siz hozir bundan ilgari bo'lgan qibla. Uni kenidan hozir sizni Baytul Muqaddasga qartib bo'lgandan keyin sizni qarashga buyurgan qibla. Yani bundan burun avval Kabe qarab namoz o'qitdingiz, kunta alayha degan bundan burun siz turib bo'lgan qibla. Va hozir siz Baytul Muqaddasga 16-17 oy qarab namoz o'qishni buyurib bo'lgandan keyin siz qarab namozni o'qiyotgan keyin buyurib yine asorat kelib kelgan qibla bu qiblani nima uchun Baytul Muqaddasga bir qatim qartib yine asliga qaytarib akab bergan savol kelsa buning asosiy maqsadi bo'lsa payg'ambarga kim ergashidi, payg'ambarga kim ergashmay keyiniga yenib murtad bo'lib iymon islomdan yanidi. Mushuni ilmi zuhurda bilishimiz uchun. Ya'ni kimning haqiqiy musulmon, kimning ja musulmon ekanligiga bo'lgan qadimiy bilimimizni jimi kishilarga o'rtoqlashib hamma dunyoga oshkorlash, jigolash uchun nima qildik? Qiblani aslidagi Kabe'ga bo'lgan qiblani Baytul Muqaddasga bir yetkab, uni yana asliga holatga qaytarib keldik. وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ. Yani
ve in kanet ve innehu degan bo'ldi. Çoğum şen yani biz demekçe bakan şallık söz şu ki bu kıblenin yötkülüş işi. Beytül Mukaddes'tin Kabe'ye karab namaz okutuş işi olsa başka kişiler intayın eğir kılıdığı iş bu. Fakat Allah hidayet belgeler kılam eğir kemmeydi. Belki ulağa hoş fazilet bulurdu bu. İşte kıble'ye karab namaz okuyan hoş fazilet bulurdu. Ve ma kana Allahu li yudi'a imanakum. Allah Teala senin imanlarını zaya kılıp ettirdiğin bulmadı. Yani Allah Teala herkes Müslümanın imanlarını zaya kılıp etmeydi. Yani Kabe'ye karab okuyan, Beytül Mukaddes karab okuyan namazlarını ona tevhid herkes zaya kılıp etmeydi. İnna Allah bin nasi raufur rahim. Şüphesiz ki Allah Teala insanlara intayin kuyumcan nihayet merhametlik zattır. Hoş. Hem de bu ayet-i kerimenin tefsiri kesek. Musannif rahimahullah beşide Allah Teala halıgan bendisini doğru yola başlaydı o diyen yerde yani Allah Teala özünki doğru yola başlaşını halıgan bendelerinin katarını sile bununla bu ayet dalalet kıldı diyen yerde. Yani ve kezalike hudu şunundek yani kema hedeynakum ileyhi biz aşı doğru yola sizlerini hidayet kılgınımızdek cealnakum ümmeti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti sizlerini ümmeten vesata yani hiyaren udule intayini yaxşı ve adil işençilik ümmet kıldık. Udul diyen gep adil diyenin işençilik diyen gep. Hadis ilmida udul diyen gep yani işençilik eden bu rast gep kılıdı. Bunun diyen gepi işengile buldu. Ömrü boyu yalan gep bakmagan. Bununki Peygamber Aleyhisselam bunda diyen normal gep diyen Peygamber Aleyhisselam'ın gep herkes mi yalan etmeydi o. Anda nalayık sıfatlarını, nalayık insanlıkka, Müslümanlıkka layık gelmeydi arkadaşlar. Herkes kımmaydı o. Kımmaydı adam diyenine udul deydi. Hadis ilmede. Mana şunundaki biz silahını intihani yakşı ve udul ümmet kıldık. Ümmet kıldık. Men demek Allah Teala davet etti ki biz ümmeti Muhammed silahı iki nimetten takıldık. Bir silahını biz silahı tevfik hidayet takıldık. Kıblanını Kabe'ye kartıpadık. Kabe'ye karab namaz okulu nisip kıldık. Maalesef birinci katı bu nimetimiz oldu. İkinci kat nimet olsa biz silahını ümmeten vesata. Oturağlı ümmet yani intayin yakşı, ümmet içindeki en yakşı ve adil. Şençilik ümmet kıldık. Ma ikinci minnet, ikinci ihsan. Allah Teala'nın bizi kılan ikinci merhamet. Bunu ne için kıldık dese litekunu şuhada alen nas. Kıyamet günü kişilerge guvahçı bolsun dep silahını. Ya ki kıyamet günü silahını kişilerge guvahçı buluşanlar üçün şunda kıldık. Nemi guvahçı buluşsun dese yevmel kıyameti enne rusulehum bellagathum. Kıyamet günü kişilerin, insanların, peygamberleri ulağa hakkını yetkizgerlik hakkıda guvahçı buluşanlar için silahını ümmeten vesatan kıldık. Ve yekûne resulü aleykum şehîdâ ve peygamber muslâ guvahçı buluşun. Peygamber ennehu bellagakum. Silâge hakkını yetkizgerlik hakkıda guvahçı buluşu için ne mi kıldık? Silahını ümmeten vesata kıldık. En bunu mu diyen gep dese bir yerde bir gaz tefsilat var. Kıyamet günü Allah Azze ve Celle cemi mahşer halkını mahşer meydanına yığıp sual sorak tahtiki çıkkandan keyin Allah Azze ve Celle bütün insanların, ilgili ümmetlerinin, ilgili peygamberlerinin ümmetlerini yığıp ulağa deydi ki elem ye'tikum min nezir sizlere bir agahlandırıcı kamigen mi? Hakkını yetkizgücü kamigen mi? Benim haberimni yetkizgücü kamigen mi? Yaxşı amel Allah'a iman etip Allah'ını bir bilip amel ibadet kıldığı cennet Allah'a şirk getirip Allah'a asi bolğanlığı devzak degan haber yetkizdiğin peygamberler kamigen mi dese ola. Ve ma ca'ana min nezir. Hiç qanday bir agalandırıcı kamidi dep kelgen agalandırıcı peygamberlerge tanıdı, inkar kıldı. Allah Teala peygamberlerden suraydı. Nima uchun suraydı? Allah Teala bildi o. Evetkellikini bildi, hemmini bildi. Lekin nima uchun? Bir şeydi ki bu diloga delil ispat turg'uzish uchun.
Allah Teala adil zat oluşqa. Andan hem işte şahit, guvohchi bilan qilish uchun. To'rt boshqa tekizib, ringpon qilolmaydigan qalbida qattiq azobga do'zaxga manganda ichidan rozilik bilan. Ya'ni qoyillik bilan mangish uchun. Ha, amonlik qilib qoldi deb. Alloh taolo ularni so'raydi. Payg'ambarlardan. Sizlar ummatlaringlarga mening uchurimni, xabarimni yetkazdinglarmi? Deb so'ragandan keyin u ummatlar payg'ambarlar deydiki, ha yetkazdik Rabbana. Masalan Nuh alayhisalom ben 950 yil nasihat qildim dedi mesela. Biz yetkazdik degandan keyin Alloh taolo deydi, sizlar guvohchilar kimimiz? Yetkazgan bo'lsanglar, Mavla yetkazmadi deydi u. Sizlar yetkazdik deysizlar. Anda sizlar guvohchilar kim? Bu yetkazmadi degandan keyin sizlar yetkazdik degandan keyin guvohchilar kim? Qanday isbot bo'lgan guvohchi kim? Degandan keyin payg'ambarlar deydiki, bizga Muhammad sallallohu alayhi vasallamning ummati guvohchilik qiladi. Bizga Muhammad sallallohu alayhi vasallamning ummati guvohchilik beradi deb payg'ambar alayhisolamning ummatlarini guvohchilikqa taklif qiladi. Alloh azza va jalla Muhammad sallallohu alayhi vasallam ummatini keltirib deydiki, ey ummati Muhammad, sizlar payg'ambarlarniki haqni yetkazganligiga guvohchilik beramisizlar? Deganda hamma payg'ambar ummatlari deydiki, shunda Nuh alayhisalom qavmiga 950 yil nasihat qilgan, İbrahim alayhisalom nasihat qilgan, Musa alayhisalom, Isa alayhisalom hammasi qavmiga haqni yetkazgan, nasihat qilgan deb payg'ambar ummatlari mana ummatan vasata degan rolini o'ynab ashada butun payg'ambarlarning haqni ummatlarga yetkazganligi haqida guvohlik berdi. Guvohlik bergandan keyin Cimi mahşer o ilgili ümmetler, peygamberlerin ümmetleri dedi ki, ya Rab, bu Muhammed'in ümmeti bizden kim geldi dursa, onu bizden kömürgen dursa, bizki peygamber kömürgen dursa, biz kandak varlık burada. Biz yaşayacağız bu dünya kömürgen dursa, kim gelgen durup, biz kandak varlık burada. Diyen dikin, Allah Teala Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetini söyledi. Sizler kandak buldunlar, sizler burada yaşayan vakti da, siz dünya kömürgen dursa, sizler bunu kandak bildinglar degandan keyin payg'ambar alayhisolamning ummati dedi ki, bizning payg'ambarimiz Muhammad Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bizga sen tushirgan kitobda ilgirki payg'ambarlarning ummatlariga necha yuz yillab vaz nasihat qilganligi, ummatiniki uniki payg'ambarning gapini anglamay az bir qismi musulmon bo'lganligi, balki ko'pinchisi kofir bo'lganligi haqida bizga xabar bergan deb shunda da javob berdi. Anda desa Alloh taolo payg'ambar alayhisolamdan so'raydi. Payg'ambar alayhisolam, ey Muhammad, sen shunda deb sening ummatingga yetkazganmi? deb so'rsa, payg'ambar alayhisolam javob berdiki, shunday ya Rab, men ummatimga yetkazganman deydi. Shuning bilan butun nimalar ilgili ummatlarning bu quruq davosi nima? Hammasi bitit bo'lib mat bo'ladi. Mat bo'lib hammasi devzoq oldi. Mana qiyomatdagi hatta payg'ambarlarga guvohlik beradigan mushundaq inovatlik, hurmatlik, ishonishlik nima ummat sizlar. Bu bir katta ne'mat. Haqiqatan sharafli ne'mat. Guvohchilik shuncha ko'p ummatlarning ichidan bizni tatqanligi, biz intayin yaxshi va ishonchli degan bir nomni Alloh taolo bizga berganligi. Biz bu namga uchun loyiq bo'lishimiz kerak. Bu dunyoda ham ishonchli bo'lishimiz kerak. Bu dunyoda ham yaxshi bo'lishimiz kerak. Buni oyatniki tafsiloti mush. Yani litakunu shuhada alan nas. Kishilarga qiyomat kuni guvohchi bo'lishinglar uchun qiyomat kuni anna rusulahum ballagat, ularning payg'ambarlariniki haqni yetkazganligiga guvohchi bo'lishinglar uchun. Va yakuna rasul alaykum, payg'ambarlar sizlarga guvohchi bo'lish uchun. Masalan, payg'ambar sizlarga shu ilgili payg'ambarlarning yetkazganligi haqidagi xabarni yetkazganligiga guvohchi bo'lish uchun sizlarni biz ummatdan vasata qildik. Va amdi xo'sh majmu. Va ma ja'alna al-qiblata allati kunta alayha. Yana demak o'g'lim, biz sizga hozir qilib bergan qiblani,
siz ilgili qarab namoz o'qigan, hozir o'tkab bergan qiblani siz ilgili allati kunta alayha degan endi avvalan siz avval uning qarab namoz o'qigan. Undan keyin hamda siz Baytul Muqaddasga o'tkalgan, undan keyin hozir biz sizni yana qayta o'tkab berayotgan, o'tkab bergan qibla, ya'ni Ka'ba demakchi. Bu qiblani faqat nima uchun o'tkab berdik desa, faqatla payg'ambarga erishadiganlar bilan erishmaydiganlarning orasini ayirish ilmi zuhurda ayirishimiz uchunla o'tkab berdik demakchi. Ve hiyel Ka'be. O Ka'be olsa kıble olsa Ka'be'dir. Ve kâne sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber aleyhisselam bu Ka'be'ye qarab Mekke'den Medine'ye hicret kılmakta da Peygamber aleyhisselam Mekke'de çağda Ka'be'ye qarab namaz okuyattı. Peygamber aleyhisselam Mekke'de çağda Ka'be'ye qarab namaz okuyattı. Bunun kıble Ka'be. Aslı Ka'be. Felemma hacera Peygamber aleyhisselam hicret kılmakta da Beytul Mukaddes'ke aldığını namaz okuşu buyurdu. Ne için? Teellüfen lil Yahud. Yani Yahudlarını unsu ülpet aldırış, köndürüş maksıdı. Din İslam'a mail kılış maksıdı. Şundan Peygamber Aleyhisselam Beytul Mukaddes'ke qarab 16 ay yoki 17 ay. Yani bir yıl 5 ay yoki bir yıl 6 ay etrafında nima qildi? Beytul Muqaddasga qarab namoz o'qidi. Summa huvvil andagi qibla o'tkaldi. Ya'ni aslidagi qibla bo'lgan Ka'ba tarafga nima qildi? Qibla o'tkaldi. Alloh taolo deydiki, illa lina'lam biz bu ishni qiblani avval Ka'baga qarab, undan keyin Beytul Muqaddasga qarab, undan keyin asliga qaytirishimizniki bu holatni nima uchun qildik desa, buni faqatlam payg'ambarga erishadigan, payg'ambarga erishib ishonadiganlar bilan payg'ambarga erishmay arkasında yani murtat bulganlarının ayrısını uçuk ilmi zuhur ayrışımız için de ortada. Bir yerdeki ne aleme deginin ilmi zuhurin. İlmi zuhurda. İlmi zuhur yani mi? Yani linezhara ilmana aleyhim diyor bu. Allah Teala'nın ilmisi de midir? Ezelidir. Kadimdir. Allah Teala kadimden tartıp kimnin hakiki Müslüman, kimnin sahtı Müslüman ekanligini biladi. Lakin Muşunun hakiki Müslüman yoki saxta Müslüman ekanligini bütün alemga jakarlash. Qiyomat kuni midaq namisalan shahar guvohchilarni guvohlik bergizoladigan holatda endi adolat bilan taqsir adolat taqdir chiqqan vaqtida hamma diloni dalil isbotlar bilan bijirish uchun Alloh subhanahu va taolo taqaddas nima qiladi? Ilmi zuhur ya'ni o'ziniki qadimdan tortib biladiganligini oshkorlaydi. Bütün insonlar. Ya'ni ispat bilan. Mana bu payg'ambarimiz qibni shunday o'tkazdik. Shu vaqtda jin musulmon bilan ja musulmon oshkora bo'ldi mana. Buni men bilatdim buni tatib. Lekin buni tatib bilishimni shu qiblani o'tkazish bilan nima qildik sizlarga oshkorlab berdim. Meniki buni tatib biladigan bilimimni sizlarga kimning munofiq, kimning jin musulmon ekanligini shu qibla o'tkazish sababidan qadimni tatib biladigan ularning jin ja musulmonlikka iborat bo'lgan ma'lumotni nimaga sizlarga bildirdim degan bo'ldi, oshkorladim degan bo'ldi. Men yettabi'ur rasul fa yusaddiqa. Ya'ni payg'ambarga erishib, payg'ambarga ishonadiganlar bilan mimmen yanqalibu ala aqibay degan o'ziniki keyniga yenib oldiganlar, ya'ni kufrlikqa dinni shak qilib kufrlikqa yanadiganlar. Va payg'ambar alayhisolamning ishi, payg'ambar alayhisolamning ishida hayronlik qilibdi. İşte bizdeki dini işide tangır kaptı, gangırap kaptı, nime kılarını bilemey kaptı. Bir günü o kıbleyi qarab namaz okuyorken, elsi bu kıbleyi qarab namaz okuyorken dep kendine murtat bulap yanıdığanlarını küfrüsü aşkar olsun. Dep çok kıbleyi yetkilik dedi Allah Teala. Eminet şunda oldu. Ve kad iltette li zalike cema'a. Bir munca adamla kalbideki kisel bu adamlanması İslam dinini yeni oldu şu vaktada. Kıble gelge vaktada. Kıble Beytul Mukaddes'ten Mekke Ka'be'ye gelge vaktada bir müce adamlar imandan yeni oldu. Hem de bunda digerlik bula asıl Müslüman kin andan yeni oldu mu dese man ilk ayette sile sıbgat Allah diyenini okugan. Yani Allah Teala iman bilen buyursa bir adamını Allah Teala imanını bunun vücudu aylaştırıp etken çağda
xuddi rang kiyimden boyaq kiyimden chiqmagandek iman insondan chiqmaydi shunday holatda. Endi nima ayrılışıp ketadi. Lekin mau kafir bo'lganlar, keniga nima murtad bo'lganlar, bu qanday odamlar aslida musulmon bo'lgan. Aslida nima bo'lgan? Jin musulmon bo'lgan. Bas og'izda manfaat nemadan musulmon bo'lgandan keyin erishib, endi bilib bilmay musulmon bo'lib qolganlar. Ya ba'zi munofiqdir. Ağızda musulmon bo'lib, qalbida musulmonlarga o'chmanlik saqlaydiganlar dushmanlik qilish uchun. Bunda adam dilida kasal va adam, hammasi normal musulmon emas. Hammasi dilida nifoq va dilida kasal va adamlar. Mana fi qulubihim marad degan adamlar. Shular nima bo'ldi? Biri murtad bo'ldi. Shu murtadlarni ayirish uchun hammalarga uch ko'z tutqish uchun dag'daydi Allah. Men bilman kimning murtad, kimniki asli musulmon, kimning musulmon, men bilman. Lekin mening biladiganligimni, sizlarni bilsin. Mening bilgan bu ma'lumotimni, qadimda bilgan ma'lumotimni sizlarni bilsin deb men qiblatga qo'ydim dedi Allah Taala. Tushundingmi? Allah Taala buni bilmay kim bilganligi emas bu. İlmi zuhur deymiz buni. Ve in hem de in biyadiki ve in kânet lekebîreten illa alellezine hedallah diyendeki in yani innehu diyen bu. İnneha. In muhaffaf mine's-sakîl. Yani eğirlikten sebebiden indiki teşdid azb kılıngan, yengiltilgen. Ve ismuha mahzub innaniki ismi mahzubtur. Azb kılıngandır. Hemen ise inneha kânet diyen bu. Yani az demekçi olan kıssa. Söz şu ki inneha yani o kıbleni yutkeş işi kânet lekebira. O kıbleni yutkeş işi tevliye. Yani kıbleni Kabe Beyt-i Mukaddes'ten Kabe tarafke yüzlendiriş işi lekebira diyen leşakkaten alennas. İnsanlar intayin eğir kılıdığan bir iş idi. İlla fakatlam alellezine hedallah. Allah insanların içinden Allah hidayet belgeler kılam eğir kemmeydi. Belki ulaniki eğir kılışamaz da iki kıblik karab namazı kılallar da bunun fezileti başkalardan kim musulmon bo'lganlardan bir kıblik karab namazı kılallardan iki kıblik karab namazı kılallardan fezileti ne oldu ya? Aşkar oldu. İlgili musulmon bo'lganlarning fezileti aşkar oldu. Eğir kılışamaz da şu hemen sahabelige Peygamber Aleyhisselam'a kıble ötkülüptü diyen haber alğaman bir mescid kıbleteyn diyen mescidde sahabeler namaz kılattı. Beyt-i Muqaddes qarab. Şu haberni sahabetin bir sahabenin namaz okuduğu haleti yetkizgen iken aşuda namaz okugan haleti yetkizgen gep. Namaz okutup atgan haletide Kabe'ge yetkizgen gep. Kabe tarafga. Sahabeler shunchalik tardid qilmadi, ishkilanmadi. Namoz o'qilib nima gapgan bu so'yli deb aniqlab qaradimi? Shu hamon yani sahabeler shunda ishonchli bo'lganligi uchun bir-birining qavliga ashunda ishonadigan va uning endi ishonchli bo'lganligi uchun yolg'on aytmaydigan bo'lganligi uchun shu hamon Alloh taolaning amr farmonini ijro qilgan. Sahabeler shunda ijro qiladi. Shu masjidil qiblatdayn deb ikki masjid nima qilindi? Bir masjid bor edi. Mashhur bo'lib qolgan masjid bor. Yani bu nimaga yıkılkenmeydi. Allah Teala hidayet belgeler şu an yetkeldi şu kıblege. Ve ma kana Allahu li yudi'a imanakum. Allah Teala sizlarning imaninglarni zayo qilib o'tadigan bo'lmaydi degan gap. Yani Allah Teala sizlarning Beytul Muqaddesga qarab o'qigan namozinglarni hargiz zayo qilib o'tmaydi. Balki uningga savob beradi Allah Teala. Nemish qilib iman degan yerda salat deb ma'ni aytdi desa لأن çünkü sebebe nuzuliha es-sualu ammen mata qabla at-tahvil. Yani şu sebebi de abattın sözde perde musannif. Yani başka kişiler nemede sahabeler ensirep çıkartıp geldi. Çünkü Hüyey ibn Ahtab deydiğen Medine'deki Yahudiler Muhammed kıblige destekte Kabe'ye qarab turib Beyt-i Muqaddesga o'tkazgani nimani bildirdi?
Ya Kabe'ye qarab namoz o'qish ozg'unlik. Haq biz tarafda Baytul Muqaddas qarab namoz o'qish haq deganni ko'rsatadi. Yoki Baytul Muqaddas qablab yine Kabe'ye qarab qo'yish nimani bildirdi? Nimani bildirdi? Baytul Muqaddas qarab namoz o'qish xato, Kabe'ye qarab namoz o'qish to'g'ri deganni bildirdi. Anda olganda Kabe'ye qarab namoz o'qish to'g'ri bo'lsa, Baytul Muqaddasga qarab namoz o'qib, Baytul Muqaddas qarab namoz o'qib shu jarayonni o'ylab ketgan kondisionlar bir do'zaxda bo'ladi deb musulmonlarni qo'rqitib qo'ygandan keyin musulmonlarga buni ig'ir kelib payg'ambar alayhisalomga kelib shikoyat qilgan. Shunda shikoyat qilgan vaqtida shu oyat nozil bo'lib, ya'ni Alloh taolo sizlarning iymoninglarni, ya'ni iymon bilan namozning nimaligini bilsa, chunki mu'min odam nima qiladi? Namoz o'qiydi. Mu'min bo'lmagan odamchi namoz o'qimaydi. Men musulmon deb qo'yib, og'zidan musulmon deb qo'yib, namoz o'qimagan odamni nima demaymiz? Mu'min demaymiz. Musulmon, lekin mu'min emas. Chunki haqiqiy mu'min bo'lsa edi, u nima qiladi? Iymonning tug'iligi bo'lgan, islomning arkoni, ikkinchi rukni bo'lgan asosiy bo'lgan namozni o'qiydi. Shu sababdan payg'ambar alayhisalom namoz o'qimagan odam kofir bo'ladi degan gap. Ya'ni islom dinidagi eng muhim bo'lgan tug'iligidan birini qilmagan odam. 5 farzning birini qilmagan odam, 5 rukunning birini qilmagan odam, agar buni shu inkor qilish bilan, farz emas bu deb inkor qilishdan qilmasa, shu hamon kofir bo'ladi. Shu hamon nima? Iymondan chiqadi, kofir, inkor qilmagan bo'lsa. Ammo g'ururlik qilib, ayt qilaman deb ko'ngilni qilsa, qilolmay qolgan bo'lsa, bunun da ulamolar ko'p ixtilof qilishgan. Bir bölük ulamolar kofir bo'ladi. Bir bölük ulamolar bu acayip ig'ir gunohkor bo'ladi. Ig'ir gunohkor bo'ladi. Vaqtda hukm bekchiq. Bizlar bu ixtilof masalaga kirish niyatimiz yo'q. Lekin qandaylikim bo'lmasin, namozni tark etish yomon ig'ir gunoh. Yani adamni kufrga ilib boradigan darajada. Yani terk etiversin demiyorum. Ben bu Müslüman bilen kafirinin farkı nerede? Namaz. Müslüman diye namaz okuydu. Kafir diye namaz okumaydı. Hem de hazır mesela bizden bir şey dükkanlardım ben otururum. Namaz vakti olsa Yemenlik, Bengal, Burma diye milletler köp kısmı hem namaz okumay tamak çekişip oturuştu. Namaz okuduysa Xudayimiz okuymiz deb oturdu. Anladın. Şuna çıkırdım açıqlab bularga deb salaman. Ay sen musulmonmisan? Sen nemish qilding bu ulug' haramga bu yerga nemish kelding? Bu yerga kelib nemish qilib vaqt namoz o'qimaysiz sen? Ya, o'qiymiz deb. Nasihat qilsam anglamaydi. Gap anglamaydi, o'qimagan. Anladın. Agar bu bir kun o'qimasin, 2 kun o'qimasin, o'qimay o'lamdi o namozni. Hamda ben Müslüman deb qo'yib namozni o'qimaganlikning o'zi nima? Mu'min emaslikniki alomati. Ya'ni haqiqiy ishonmaslik. Oxiratga, Allohga, Allohningki birligi, boyligiga, payg'ambarga va oxiratda namoz o'qimasa, do'zax bilan jazolanganligiga haqiqiy ravishda ishonmaganlik degan gap. Shu sababdan bu yerda iymon deganni salat deb ma'no etilganlik. Bu ikkisining aloqasi nima desa, haqiqiy mu'min nima qiladi? Namoz o'qiydi. Qolgan amal ibodatlarga ketib boradiki, mu'min haj qilolmasligi mumkin. Mu'min boshqa amal ibodat, zakat, pulsi bo'lmasa zakat berolmasligi mumkin. Mu'min agar musofir bo'lib safarda qolsa namoz nima? Ro'za tutolmasligi mumkin. Lekin mu'min namoz tark etmaydi. Safarda bo'lsa namozgadan saqt bo'lmaydi, qasirlik holatda o'zim turadi. Yurtda bo'lsa namozgadan saqt bo'lmaydi, hatto kasal bo'lsa namazda şeriat bilan bo'lsin o'qiydi. Shariat bilan kuzni midda olsa, shu shariat bilan so'mos temoq bo'lsin o'qiydi. Namoz hech qanday bir ahvolda gadan saqt bo'lmaydi. Agar shariatni qilinmaydigan holatda erga salib qolgan bo'lsa, gadinda esib turdi namoz. Gadinda esib turdi. Shu saqlagan hamon nima qiladi namozni? Shu qolmay qolgan namozni o'qiydi. Demak bu namoz mushunda. Yani insanın Müslüman, mu'min yak mu'min emasligiga alomat bo'lgan, farq fasil bo'lgan namoz o'qish uchun bu namozni tark etishga hech qanday o'zir yo'q. Hech qanday buning bana sebep topqili bo'lmaydi. Bu yomon ig'ir jinoyat,
insanını kufurga elip baradigan cinayet namazları getirir. Şunun için nemde batalım ya da salah degan imanni salah deb tafsir qilingan. Ey salatukum ila Beytil Maqdis. Beytil Muqaddas qarab o'qigan namozinglarni zoya qilib o'tmaydi, balki uningga savob beradi. Chunki bu oyatning tushish sababi bo'lsa, as-sualu amman mata qabla at-tahvil, qibla o'tkazishdan burun o'lib ketgan odam haqida savol qilingan edi. Innalloha bin-nasi al-mu'minina raufur rahim. Shubhasizki Alloh taolo insonlarga, ya'ni mu'minlarga bak kuyimchan rahim degan nihoyat marhamatlik zotdir. Yani fi adami idaati amalihim, ularning amallarini zoya qilib o'tmaslikda ularga intayin Alloh taolo marhamat qiladi. Va ra'fatu, ra'fa degan shiddatur rahma, rahmatning eng yuqori pallasi. Va qaddama al-ablagha lil fasila. La rauf, rauf degan rahim deb nima balog'atliroq, marhamatlik bo'lsa intayin marhamatlik degan ma'noni chiqaradi rauf degan. Lekin nima uchun ham rauf degan baldi keldi? Az qoida bo'yicha at-tatawwur min al-adna ila al-a'la. Avval derecede cihati tuvanlarını sözlep, onunkin derece cihati yukarıkını sözleş bu kaide. Hada huvel kaide, asıl kaide. Ama bir adım müşkâr, rahimnikin, raufnu badi kertü dediyse, sebep lil fevasil. Ayet hemmesi, nemde Türkiye'de ayetler hemmesi, bunun baldırdaki ayetler, mustakim de mesela bunu bazı mustakim de min bila ahirler kalık için la raufur rahim de bilen min bilen ahirleşti. Yani aldık ayetke fasıl cihati muvafık ediş için la raufun rahim de bunda kâdede. Bu men bilme ibaret bes tefsir bes tevil bes. Anladın? Kur'an-ı Kerim'de aslı la rahimun raufti fasıl için bunda özgürgelemesi yapmadığımız. Pasıl için özgürgen şu yok. Bizdeki müfessir ulemalarındaki bir tevil emdi bu. Düşünüşü. Lakin Kur'an-ı Kerim aslından tartıp la raufur rahim deb nazil bo'lgan asl Allah Teala'nın kadimi kalamıdır bu. La raufur rahim. Allah Teala'nın kadimi kalamıda özgürlük yoktur. Allah Azze ve Celle bu ayet kerimede dedi ki قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. Hakikaten biz sizin yüzünüzü asmanga örüp çörüp karab turganlığınızı külüp durumuz. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. Şu sebepten biz siz razı buladigan, yaxşı küladigan kıblige yötkep koyumuz. فَوَلِّي وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. Mana emdi sizin yüzünüz ne? Mescid-i Haram yani Kabe tarafke yüz keltirip namaz kılın namazınızda. Ve haythu ma kuntum fevellu vucuhakum şatra. Qayerdalı bolmanglar. Yani ümmet Muhammed'e hitap demek bu kıble yüz keltirişi Peygamber Aleyhisselam'a mukas emas demekçi. Yani sizler qayerdalı bolmanglar. Yani qayerdalı kim bolsanglar yüzlerini namazda yüzlerini kıble tarafke yani Kabe tarafke kılınlar. Ve innellezine utul kitabe le ya'lemune ennehu'l hakku min rabbihim. Şüphesiz ki kitap bilirler yani Yahudiler, Nasaralar kitap bilirler. Le ya'lemune ennehu'l hakku min rabbihim. Peygamber Aleyhisselam'ın Perverdigar tarafından hakikallikini bilirdi. Ya ki muş kıbleniki nemeden Beyt-i Mukaddes'tin Kabe'ye ötkülüşünün hak ikenlikini bilirdi. Ve mallahu bi gafilin amma ya'malun. Halbuki Allah Teala ulanın kılmışlarından gafil emestur. Hoş. Şimdi Allah Teala bu ayet kerimindeki tefsirde dedi ki kad nara tekallube diyendeki kad diyen söz li tahkik yani tahkikla düşünüyen
Hakikaten demeydimiz. Katli tahkir diyende hakikaten demeydimiz katke. Hakikaten. Rasulullah. Diyen gep mez. Nera tekallube diyen gep tekallub diyen tasarruf. Yani asmanga pat pat qarab turganlığınızdı. Pat pat asmanga qarab turvatqanlığınızdı nera biz körüp durumuz. Yani tasarrufe veciheke ey fi ciheti sema asman tarafke pat pat qarab turganlığınızdı körüp durumuz. Mutatallian. Bu nima degan gap? Alloh taolo osmon qarab turganligini ko'rib bilaga qolganini ko'rmamdi degan. Ondan men emas. Maqsad Payg'ambar alayhisolamniki shu o'zininki qiblasining Payg'ambar alayhisolamning qiblaniki Makkatul Mukarrama Baytul Muqaddas tarafdan otasi İbrahim alayhisolamning qiblasi tarafga yuzlanish haqida bir Jibril alayhisolam qachon bir vahiy olib ketdiki. Jibril alayhisolam qachon bir vahiy olib ketdiki deb, chunki Jibril alayhisolam osmondan keladi. Osmondan kelgandan keyin osmon qarashining sababi nima? Pat-pat bir odam mehmon kelarmiki deb qaragan odam nima qiladi? Pat-pat yo'l qaraydi. Pat-pat yo'l qaraydi. Kelganmiki deb. Xuddi shuningdek Payg'ambar alayhisolam Jibril alayhisolam vahiy olib kelarmiki deb, endi pat-pat munda qarab turganligingizni, shu vahiyga qiblaning yo'tkilishi haqida, qiblaning Ka'ba tarafga yo'tkilishi haqida vahiyga tashna bo'lib pat-pat endi osmon tarafga qaraydiganligingizni biz nima ko'rib turibmiz. Deganda yana biz sizniki vahiyga endi qiblaniki Ka'baga yo'tkilishi qancha ishtiyoq tortganligingizni biz bilamiz. Tashna bo'lganligingizni biz bilamiz demakchi. Yani mutatallian ila al-wahid degan gap vahiyga tashna bo'lib va mutashawwiqan lil amr bi istiqbal Ka'ba. Ka'baga qarab namoz o'qishga bo'lgan farmonga ishtiyoq tortganligingizni biz bilamiz. Va kana yavuddu zalik. Payg'ambar alayhisolam shuni yaxshi ko'radi. Zodi qiblaga Ka'baga qarab namoz o'qishni intayin orzu qiladi. Nima qildi? Annahu qiblata Ibrohim. Chunki u Ka'ba bo'lsa Ibrohim alayhisolamning qiblasidir. Va li annahu ad'a ila islamil arab. Payg'ambar alayhisolamniki Ka'baga qarab namoz o'qishi arabniki musulmon bo'lishiga bakrak turtki bo'ladi. Falanuwalliyannaka degan ay nuhavvilannaka degan gap. Biz sizni inshaalloh biz sizni falanuwalliga sizni chuqum qiblatan tardaha siz rozi bo'ladigan, ya'ni siz yaxshi ko'radigan qiblaga yo'tkab qo'yamiz. Ammo Payg'ambar alayhisolam Alloh taolaning buyrug'ini yaxshi ko'rmamdi. Yaxshi ko'rdi. Alloh taolo qayoqqa qarab namoz o'qing desa sallamna deydi. Lekin demakchi o'g'ini Alloh taolo biz sizni Alloh taolaning amr farmoni ekan deb yaxshi ko'rish emas, o'ziniki qalbingizni yaxshi ko'radigan. İçinizdeki yani tabiatınız, sizniki xarakteriniz, tabiatinizni yaxshi ko'radigan. İbrahim alayhisolamniki qiblasi bo'lgandikinde yaxshi o'zingizniki mana normaldagi tabiatinizni yaxshi ko'radigan va undan keyin Alloh taolaning farmonida yaxshi ko'radigan bunda ikki tarafni yig'ib beramiz sizga. Siz tabiiyki Alloh Baytul Muqaddasga qarab namoz o'qishga rozi bo'lasiz. Lekin Alloh taolo masalada sizniki yaxshi ko'radigan, bundan burun yaxshi ko'rib kelgan. O'zingizni ko'ngil tortib turgan, sizning tabiatingiz, xarakteringiz tortib turgan qiblaga sizni yo'tkab qo'ydi demakchi. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka. Unda sizning yuzingizni istaqbil fi salat degan, to'xtamay istaqbil fi salat degan gapni taqdir qilish kerak. Yani bu mustamli qiblaga taraf qalablam o'tiring degan bo'lmaydi buning ma'nosi. Ya'ni namoz o'qiganda qiblaga oldingizni qiling. Namozda qiblaga oldingizni qiling degan bo'ldi. Favalli va shakachatil masjidil haram degan gap. Yuzingizni masjidil haram tarafga qiling degan bu degani namozda yuzingizni masjidil haram qilib namoz o'qing. Shatra degan nahva degan bo'ldi, talab degan bo'ldi. Shatra degan. Shatra deganniki talab degan ma'nosi bor, yiroq qulash degan ma'nosi bor, yerim degan ma'nosi bor. Masalan, nikoh shatrul iymon deydi. Nikoh degan iymonning yerimi deydi masalan. Shatara desa yiroqlashib ketgan gap. Bu'd ma'nosi bor, yiroqlik. Talab degan ma'nosi bor, miyada talab degan ma'nosi iroda qilinadi. Shatrul masjidil haram degan gap, ya'ni masjidil haram talabga. Ya'ni Ka'ba talabga degan gap. Ammo bu qibla shakli qanday bo'ladi? Masjidil haramda turib namoz o'qigan, masjidil haramda turib namoz o'qiganlarga nisbatan qibla qayerga bo'ladi? Ka'baning o'zi, Ka'baning ayni bo'ladi. Endi lekin Makkada turib namoz o'qiganlarning qiblasi nerede bo'ladi? Masjidil haram, masjid bo'ladi. Endi
Bütün Medine'de durup, yani bütün dünyada durup namaz kılan kıbız nerede buludu? Mekke'til Mükerreme buludu. Bütün dünya namaz kılan Mekke'ye karab namaz kıydı. E, Mekke'dekiler Mescid-i Haram karab namaz kıydı. Mescid-i Haram'dakiler çoğu Kabe'ye karab namaz kıydı. Hemmenin asas maksadı ne? Kabe. Ve haythu ma kuntum qayadılan bolsanlar, yani hitabul lil umme. Bu ümmet hitap. Yani bu ayetin biz bu mescidge kıblege yüzgâtı şu fakatlan Peygamber Aleyhisselam muhas emas, belki bütün ümmeti Muhammediye haslıkını bilimiz miydi? Çünkü ayetin başında Peygamber Aleyhisselam hitap kılıp durup ya köp almaşka ütep gitişi zamirin köpük aylanışı sebebini ma, yani bütün ümmeti Muhammediye hitap ma kıblının kötü hitap. Ve haythu ma kuntum fevellu vucuhakum şatra. Siz qayadılan bulanlar, qayadılan bolmağlar nima qılınlar? Yani sizlarning namazinglarda yüzünglarni Kabe tarafga qilib namoz qilinglar. Ve innellezine utul kitabe la ya'lemuna ennehu kitap birildi, şüphesizki kitap birilganlar, yani at-tevelli ilal Kabe, Kabe'ge yüzlenişniki haq ekanligini, ularning Parvardigor tarafidan bo'lgan sabit ekanligini biladi. Nima qilib biladi? Lima fi kutubim, çünkü ularning kitaplarida Peygamber Sallallahu sıfatları bayan kılıngan, Peygamber Sallallahu sıfatlarından kıblenin Beyt-i Mukaddes'in Kabe'ye yötkülediği hakkında bayanatlar bayan kılıngan. Şu sebepten biladi. Ve mallahu bi gafilin emme ta'malun. Allah Teala sizlarning ki qilgan amellaringlardan gafil emas, bir haber emas. Allah Teala sizlarning Allah Teala'nın emriga bo'ysunib, darhol qiblani Beyt-i Mukaddes'in Kabe'ye yötkülediğini biladi ve Allah Teala'nın emri fermanına bo'ysunganlarga Allah Teala mukafat berishni ham biladi. Ma bu bir xil qiraatda ta'malun deb. Ta'malun bo'lganda xitob mu'minlarga bo'ladi. Bu xush xabar, mu'minlarga xush xabar, odam bisharat. Ammo yana bir qiraat uchun ya bilan. Bu joqda yahudlarga xitob bo'ladi. Bu joqda Allah Teala sizlarni qilgan, yani qiblani inkor qilgan, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in inkor qilgan qilmishlardan Allah Teala bir xabar emas, ama xabardor, Allah Teala'nın xabari bor. Tayyorlab qolgan degan ularga tahdid bo'ladi bu joqda. Yahudilarga nisbatan tahdid. Ya'malun bo'lsa, agar ta'malun bo'lsa, musulmonlarga nisbatan nima? Xush xabar, oldinala bisharat bo'ladi. Xo'sh. Allah Teala bu oyat karimada deydiki: "Ve la in ataytallazina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak ve ma ente bitabi'in qiblatahum ve ma ba'duhum bitabi'in qiblata ba'd." وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ. وَلَئِنْ kaçan lamnikin in harf şart kelib qolsa, bu lamning alomati qasam, lam qasam uchun bo'ladi. Undan keyin bu lam bilan inning javobi talashib qoladi. Javob kelgan javob lam qasamning javobi bo'ladi. Inning javobi hazf qilingan bo'ladi. Ve la in ittaba'ta degan Allah bilan qasamki, agar siz kitob berilganlarga bütün oyatlarni ilib kelsingizmi, bütün mo'jizalarni ilib kelsingizmi va qiblaning o'tkazganligi haqidagi bütün oyatlarni ilib kelsingizmi, matabi'u qiblatak. Yahudiylar sizning qiblangizga ergashmaydi. Va ma anta bitabi'in qiblatahum. Sizmi ularning qiblasiga ergashmaysiz. Ve ma ba'duhum bitabi'in qiblata ba'd. Ularning ba'zining qiblasiga ergashmaydi. Yani Yahudiler Nasranilarning qiblasiga ergashmaydi, Nasranilar Yahudilarning qiblasiga ergashmaydi. Ve la in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka min al-ilmi innaka idhan la min az-zalimin. Allah bilan qasamki, agar siz farzand bittaqdir amdi, ularning havo havaslariga sizga ilm kelib bo'lgandan keyin, sizga haqiqat kelib bo'lgandan keyin, siz bilib bo'lgandan keyin ularning havo havaslariga ergishib, ularning qiblasiga yoki ularning gaplariga ergishib qolgan bo'lsangiz, shunda ergishib qoldingizda faraz qilaylik, siz hargiz ergashmaysiz. Ergishib qoldingizda faraz qilaylik. İnneke izen leminez zalimin. Siz hakikaten üzünüz zulmü kılgan, üzünüz kılgan, üzünüz zulmü kılganlardan bulup gideceğiz. Yani bu ayet kerimenin ruhunun içinde bilimiz ki, hatta siz peygamber bolsanız mı, eğer nahak ergeçseniz siz yüz hatırı yok denge yapacağız. Peygamber zaman herkes mi ergeçmeydi? Şunun için bizde peygamber zaman Allah'tan andaktab kılgayada normal insanların ahvalı kanda bulup gitti. Şu an bizdeki alim bulup gittik, bizdeki anda bulup gittik, hacim bulup gittik, manda bulup gittik de to'g'ri yo'ldan Xudoy mag'firat qiladi, gunohimizda xatolarga ergishib, xato yo'lga ketib, Xudoyim saqlasin.
Xudayimiz saqlasin. Bu ayet kerimenin tefsiri dedi ki velein degan lamu qasam, yani Allah bilan qasamki agar ataytellezine utul kitabe bi kulli aya, kitap berilganlar yani Yahud Nasralarga bütün ayetlarni ilib kelsingizmi, yani ala sidqika fi amr qibla ishida sizning rostchilik ekanligingizga dalolat qilgan bütün oyatlarni ilib kelsingizmi, ma tabi'u degan gap, ular sizning qiblangizga ergashmaydi. Nimishqa inadan ularniki talsoliqi va cahilligi sababli. Ular alimlik sababli emas, cahil o talsa. Ve ma ente bitabi'in kıbladım. Siz mi ularning qiblasiga ergashmaysiz? Yani siz mi ularning qiblasiga ergashsangiz hergiz mi bo'lmaydi, ham ergashmaysiz. Bu qat'un li tem'ihi, bu ayet ularniki tamasini fi islamihim. Qat'un li tem'ihi, Peygamber Aleyhisselam'ның ularni bir musulmon bo'lamiki deb tema qilishini uzib o'tish. Yahudilar endi musulmon bo'lmaydi. Ve tema'hum fi avdihi ilayha. Yahudilarniki tamasini uzib o'tish, yani Peygamber Aleyhisselam yeni bir Beyt-i Mukaddes qarab namoz o'qilamiki degan tamasini uzib o'tishdi. Yani demek kıbla kesildi. Bundan keyin kıbla Beyt-i Mukaddesga qayta yenib kelmaydi. Ve ma ba'duhum bitabi'in kıblete ba'd. Ularning ba'zining qiblasiga ergashmaydi. Yani Yahudilar Nasaralarning qiblasiga ergashmaydi, Nasaralar Yahudilarning qiblasiga ergashmaydi. Yani Yahudilar namoz o'qisa Beyt-i Mukaddes qarab namoz o'qiyapti. Nasaralar kun chiqishga qarab namoz o'qiyapti. Nasaralar kun chiqishga qarab namoz o'qiyapti. Demak, bular ikisi bir-birisining nimasiga ergashmaydi, qiblasiga ergashmaydi. Ve lain ittaba'ta ve bil aks. Yani Yahudilar Nasaralarning qiblasiga ergashmaydi, Nasaralar Yahudilarning qiblasiga ergashmaydi. Ve lain ittaba'ta ahwa'ahum. Agar Allah bilan qasamki, agar siz ularning havoyi havaslariga ergashadigan bo'lsangiz, yani ular sizni chaqirgan havoyi havaslariga ergashadigan bo'lsangiz, min ba'di ma ja'aka min al-ilm, sizga ilm kelib bo'lgandan keyin, yani sizga vahiy kelib bo'lgandan keyin, innaka idan, siz u vaqtida, yani agar ular farzan bittaqdir, ular sizni ergashib qoldi faraz qilayli, laminaz zalimin, albatta zolimlardan bo'lib ketasiz. Deb mana Allah azza ve celle bu ayet kelimelarda qiblening asli Kabe'ga qarab Peygamber namoz o'qiganligini ve Peygamber Aleyhisselam'daki Medine'ye berib Yahudilar bilan bir uns ulpat elishish, kunushish, ularning qalbini dinga moyil qilish uchun 16 ay, 17 ay jarayonida Beyt-i Mukaddes qarab namoz o'qiganligini ve onundan keyin yana Peygamber Aleyhisselam'daki eng arzusi bo'yicha bo'lgan, yaxshi ko'radigan aslidagi qibla ham asli to'g'ri bo'lgan, asli qibla bo'lgan Kabe al-Musharrafaga qibla yetkazganlik xabarini ve bunun kesilganligi qat'iy, bundan keyin Beyt-i Mukaddesga qarab namoz o'qisa bo'lmaydiganligi. Anladın? Fakat Kabe'ga qarab namoz o'qish kerakligi haqida buni hukmni bizga tafsili bayon qilib berdi. Endi bu hükümlerden çıkılan şer'i hükümler kıblege qarab namoz o'qish namozga bir farz, oldinda shart deymiz. Namozni shart, rukun deb chiqarsa va shart degan namozning boshlanishdan burungi shartlar, namozniki rukun degan namoz ichidagi rukun. Namozniki qabul bo'lish uchun qiblaga qarab o'qish shart. Qiblaga qarab o'qish shart. Qiblani bilaligi odamga. Qiblaga oldini qilish nima namozning farzlaridan bir farz. Amma bir adam çöl bayvana çıkıp kalıp kıblenin qayerligini bilmeydi ekan. Bilmese amal kılıp so'raydi. Biladigan o'tgan kechganlarni qibla qarab so'raydi. So'raydigan odam yo'q ekan bo'lsa, kunga qarab, kunning yulishiga qarab, shu bo'yicha o'zi nima qiladi? Tahrir qilib izlab namoz o'qiydi. Namoz o'qib, agar qiblani to'g'ri topgan bo'lsa, bo'ldi. Agar qiblani to'g'ri topolmay qolgan bo'lsa, Alloh taolo bu namazını kabul kılırdı inşallah. Özür kabul. Ama bir adam çöl bayvanında namaz okudu. Bir kimden mi soğumadı? Tarih üzümü kalap, kündülüğü kalap, efendim kalandım veya kıblemi şiddiyat oşaydı bilmem. Keplam namaz okuduğum olsa, hatta kıbleni cahit hep doğru namaz okuduğum olsa namaz kılınmaydı. Çokum bu kıbleni izleş gerek. Kallı katırıp aydınıp ötemiş gerek. Hazır zamanda işte elhamdülillah kolaylık gitti. Şunda kompas kararsak kıble tepeledi elhamdülillah. Kat nimet. Burungi zamanlardaki mesele. Şunun için kıble doğruluk hüküm, yani kıble namazda kıble qarab namaz o'qish nima? Farz. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alamin ve sallallahu teala ve sellem ala hayr halqi seyyidina Muhammed
وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم